Ko'chmanchi otliq tizimga, nima deydi, harbiy otliqlarga tayangan saljuqiylar, O'g'iz turkmanlari bu yerda g'alaba qozongan. Endi oxirgi nuqta qo'yilishi kerak edi ularga. Oxirgi nuqta qo'yaman deb Mas'ud G'aznaviy harakat qildi. Mas'ud G'aznaviyning niyati nima edi? Niyati saljuqiylarning Xorasonga kirishiga yo'l qo'ymaslik, kirib bo'lgan bo'lsa ularni chiqarib yuborish va ularning tobeyligini, nima deydi, izhor qildirish bunday. Demak, bu yerda saljuqiylarga kimlar boshchilik qilyapti? Asosan To'g'rilbek va Chag'bek aka-ukalar. Yana bitta shaxs bor edi, Musoyab bo'lyapti. Musoyab bu uchtasi asosiy figura edi saljuqiy turkmanlar boshchilari desak bo'ladi bularni. Endi bu ikkita yirik kuch o'rtasida, ya'ni G'aznaviylar va saljuqiylar o'rtasidagi to'g'ridan-to'g'ri bu jang 1040-yilda bo'lib o'tadi. 1040-yildagi urushga o'zi tayyorgarlik Mas'ud tomonidan 1038-1039-yillarda amalga oshiriladi. Ba'zi bir manbalarda 50 ming qo'shin bor deyiladi, lekin ba'zi bir manbalar juda oshirib yuboradi, 100 mingga yaqin qo'shin bor deydi. Va eng qizig'i, o'sha G'aznaviylar qo'shini tarkibida 60 ta jangovar fil bo'lganligi. Tasavvur qiling. To'g'ri, turkiylarda ko'chmanchi otliq qism tez harakatlanadi, juda katta o'sha dasht harbiy odatlarni o'zlashtirgan kuchli, lekin stabil bo'lgan va katta bir imperiya kuchi bo'lgan va 50 ming deylik mayli. Ko'pchilik manbalar 50 ming deydi. 50 ming qo'shini bo'lgan va 60 ta fili bo'lgan Mas'ud G'aznaviy turibdi bir tarafda. Yana u jang ko'rgan, u Xorasondan tortib Shimoliy Hindistongacha borgan, hududlarni zabt etgan qo'shin turibdi. Bu yerda bitta narsaga e'tibor berish kerak. Saljuqiylar bir zarracha o'sha katta bir qo'shindan qo'rqmaganligini ko'rishimiz mumkin. Mana misol tariqasida aytadigan bo'lsak, u qo'shin G'aznida